Assalomu alaykum qadrli qadrdonlarim. Xo'p, biz buni kuzatib turgan muxlislarimiz bilishadi. Anjumanning 2000 taga yetkazish bo'yicha challenge boshlaganman. Xo'p, buni kecha boshladim. Mana 4-kuni. Kechagina 40 ta anjuman qilganman. Buni 35 tasini qo'l gavda mushaklari yordamida, qolgan 4 tasini tizzalar yordamida 5 ta qo'shganmiz. Endi shuni Xudo xolasa inshaalloh kunlik mashg'ulotlar natijasida 2000 taga yetishga harakat qilamiz. Bizni oldindan kuzatib borgan muxlislar biladi buni. Bilmagan yangi videoni ko'rib turganlar bo'lsa, podpisani bosib, obuna bo'lib, like bosib kuzatib boringlar. Oldingi va bundan keyingi videolarimizni ko'rganlarga Xudo xolasa inshaalloh hammaga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Davom etamiz bugun. Bugungi videomizda Xudo xolasa anjumanimizda 40 plus qo'shamiz Xudo xolasa. Kecha 40 ta bo'lgan, bugun pul qo'shamiz. Bittami, 3 tami, 5 tami bilmaman, lekin Xudo xolasa inshaalloh 2000 taga harakat har kuni 3 tadan, 5 tadan, 10 tadan qo'shishga harakat qilamiz. Qani ketib boshlaymiz. Xo'p, anjuman qilishdan oldin ozgina men qizib olganman. Men bilan birgalikda o'shamoqchi bo'lganlar sizlarga ham maslahat beraman. Anjuman qilib yo boshqa jismoniy mashq qilishdan oldin ozgina qizib olish maslahat beraman, chunki mushak, yurak urishi, ketma-ketligi hammasi o'rniga tushib oladi. Birdaniga fiziki og'ir mashq qilishi qizib olmasdan turib qilish maslahat bermayman. Men qizib olganman tanlanib. Xo'p, boshlaymiz anjumanni. Ketdi. Men ham sanaman, sizlar ham sanab boringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, 40 tani tizzalarni qo'ymasdan qilishga harakat qilaman birinchi. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Hop. 40 ta kechaga normamiz bajardik. Endi 5 tasini tizzalar yordamida qilamiz. Buni ko'rib olinglar. Sizlarga maslahat beraman, shuni qo'shishga oson bo'ladi. Hop. 1 2 3 4 5 ana Xudo xolasa inshaalloh bugun ham 5 ta qo'shdik tizzalar yordamida. Ertaga shuni tizzasiz 45 taga chiqazib, Xudo xolasa yana qo'shimcha 4 ta yo 5 ta 10 tani tizzalar yordamida qo'shamiz. Buni oldin ham aytib o'tganman. Faktiski hammaga foydali bo'lish uchun mana oldin kechaga 4-martdagi hisobot. Endi 5-martga yozib ko'rsatib boraman. Hammamizga bu kerakli bo'ladi, xudo xolasa o'zimga ham. Hop, bugun 5-mart. 5-mart. 45 ta. 45 ta. Sizlarga maslahat beraman. Shu tugunimizni, sonimizni to'liq qo'shib borayotganingizni o'zingizga faktiski motivatsiya bo'lish uchun mana shunaqa yozib, o'rganib, mana oldingisi mana shunday qilib, xudo xolasa inshaalloh 2000 taga yetkazamiz. Birgalikda bajarib borganlarga, men bilan birgalikda bajarib borganlarga omad tilayman. Sabr, astoydil gezib olsangiz rekord yangilamiz. Go!